stipendiyantlarni manfaatlari bilan bog'liq bo'lgan masala. Qonun loyihasida yozyapmiz, majburiyatni bajarmaganlik to'g'risida yozyapmiz, lekin aniq qilib ko'rsatib qo'ymayapmiz. Sog'lig'ini yomonlashuvi yoki force majeure holatlari, shuningdek shartnomani ayrim kichik bandlarini bajara olmasa ham sudga berish holati, ya'ni bojsiz sudga berish holatlari kuzatiladi-da va bu bo'yicha stipendiyant boj to'lovini ham o'zi to'laydi, shuningdek barcha xarajatlarni ham to'lovi o'zi to'lashiga to'g'ri kelyapti-da. Aytingchi, mana shu force majeure holatlari, umuman sog'lig'ini yomonlashi, ijtimoiy himoyaga muhtoj bo'lib qolish holatlari nima uchun aniq ajratilmadi yoki keyinchalik ajratiladimi va bu hozirgi holati stipendiyantlarning manfaatlariga zid bo'lib qolmaganmi? Bizda umumiy el yurtimizning jamg'armani maqsadi chet elda o'sha ehtiyojdan kelib chiqib kadr tayyorlab kelish. To'g'ri savol berdingiz. Aynan bizda o'sha 26 ta majburiyatdan asosiylar deb qaraladi faoliyat amaliyotda hozir. Aynan O'zbekistonga kelmasligi yoki davlat tashkilotida, vazirlik idoralar tizimida ishlab bermaslik. O'sha holatdagina biz undan undirish chorasi ko'riladi. Bu ham bosqichi bor. Aynan qanday bosqichi? Biz o'sha yuristlar bizda nizoli holat deb baholanganda uni ko'rib chiqib, barcha hujjatlarni yig'ib boshqaruv kengashiga taqdim qilamiz.